Ha, men shu istoriyalarda rasm videolar qo'yishlar uncha yaxshi bilmayman. Men nimaga rasm ketyapti, videocha qilsamchi deyapman-da. Ketmayapti. Men Gulchan qaranglar, koftichkamga jam mos bo'ldi. Voy, ekranda ekan-a bu. Ana shuni o'rganish kerak-da. Odamga shunday yaxshi kayfiyat berar ekan. Men istoriyani qo'yish uchun ushlab turish kerak ekan. Men ushlab turibman. Ha, asta-sekin o'rganamizda. 1001 programma chiqdi-ya. Hayotda balans zo'r narsada. Ishlaysiz, mehnat qilasiz-da. Keyin bir kun mazza qilib dam olasiz. Yana charchab ishlaysiz, keyin yana dam olasiz. Zo'r narsa ekan shu. Ha, qizlar bir pasda kirdinglarmi Instagramga? Bir pasda hozir bo'lasizlar. Koftichkam ko'pchilikka yoqibdi bugun ranglari. Mana gulam jamoasi tushdi. Osmon rangi deyapti. Hozir osmon rangi bilan olamizda. O, haqiqatda ham. Dilfuza, to'g'ri aytasiz. Osmon rangi bilan bir xil bo'libman-da bugun. Garmoniya, yer va ilohiyot, ha? Musiqa, dam olish, go'zal tuyg'ular, hayotga hamd sanolar, Allohga hamd sanolar aytish, hayotdan minnatdor bo'lish zo'r narsa. Tug'ilganingga xursand bo'lib ketasan, ba'zida. O'sha qiyinchiliklar bilan shirinda bu damlar. Demak, bugun yerda shu rang zo'r ishlayapti. Hammaga yoqayotgan bo'lsa, demak bugun shu rangni energiyasi zo'r ishlayapti, aktivatsiya bo'lyapti. Demak bugun shunaqa rang ko'proq kiyishimiz kerak ekan. Nimadir shu rang bilan bog'liq nimadir narsa taqing, kiying, yo chizib bo'yang shunaqa rangda. Tanaga o'tkazib olish kerak ekanda shu rangni. Ko'rdingizmi qanaqa energiya beryapti? Ranglar ham kodda. Ranglarda kod bor. Bugun aynan shu narsani gaplashamiz Manzurani efirida.